3 xonalik umumiy maydoni 74 metr kvadratni tashkil qilgan yangi Novostroyka uylardan uyimiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz Termiz shahar Mussaroyda bo'lib turibdi. Ko'rib turganingizdek, 16 qavatli yangi Novostroyka uylarining 3-qavatida. Juda qulay lokatsiya va yaxshi narxda uyimiz sotuvga chiqdi. Koridordan kelishimiz bilan chap qo'limizda kattagina bizda dushovoyi ko'rib turganingizdek, to'g'rimizda detskiy xona, o'ng qo'limizda mehmonxonasi. Aynan detskiy xonasini tanishtirish boshlaymiz. Aynan mana shu xonada balkon joylashgan ko'rib turganingizdek, yangi uylardan bo'lyapti. Aziz obunachilar, lokatsiyasi juda yaxshi joyda. Narxi necha pul deysizmi? Narxi 595 million so'm deb baholandi. Yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Hozirgi paytda mana shu uylarning metr kvadratini quruvchi 10 million so'mdan sotyapti. Endi bu uyning kvadratini o'zingiz hisoblab chiqaverasiz. To'g'rimizda hojatxonasi yarim o'lchak kafillangan. Ikki taraflama shamol aylanishiga skvozniy kvartira bo'lyapti. Aziz obunachilar, oshxonasi ba'zi bir kamchiliklar qilib beriladi.